Vay. Ne evvel yaxşıma? Ya kömüdüm. Kömüdüm. Hazırkı bu şu bizning qanday kayfiyat turayotganligimizni bilamsizlar? He? 40 gün bulay deb qoldi ama uydan chiqmay. Mush uyda bo'layotqila. Ko'rdim bir ikkisini shu echkidek ma'rab chaqchaq qilishib shu naqsh etibsizlar shu. Mashrab qilibsizlar. Cho'ng yeb cho'ng ichib o'tibsizlar. Shu narsa ekan, boshqa ma'nosi yo'q. Ko'rildimi hozir yuqum. Ürümçimi shu, bizga 40 kun bo'lay deb qoldi. G'uljidagi avalmi shu. Ancha-muncha bir do'yin ko'ramsizlarmi? Shu biz kichik vaqtlarimizda bir ma'lida o'limlik bo'lsa 40 kungacha nag'minavo qilmaydigan shunday bir ish borda. Hali qalning beshiga kelgan kun mo'zayning beshig'imi keladi degan gap bor-ku. Shunlashqa herhalde biz shunday uyda bo'lib qoldik 40 kunning yoqi. Mayli ko'rli bo'lsin, mayli ürümçi olsun, mayli g'ulji olsun, bir ko'z qon, bir ko'z yosh yashayotgan nurg'un odamlar bor. Shunlashqa mush oy mush kunda bo'lsa-mu, azroq bir mashrablaringni bir yig'ishtirib qo'yib, yeyotgan tomoqlaringni ko'z qilmay, bir azroq bir savr qilib tursang qanday bo'lar? Bir vaqt tomoq yeyishmi hozir bir cho'ng bir masalaga aylanayotgan mush oy mush kunda hamda sizlar her kuni aloqalardan chiqib o'ltirdi ekansizlar, undan keyin odamning demini siqib kayfiyat bilan hisoblashmay shipin tunxua qildi ekansizlar odamga. Shipin tunxua. Shunlashqa masal mening kayfiyatimni o'ylab qo'yinglar. Sorunda mas'ul o'ylab menga gap qilsanglar, gapinglar xo'sh yoqmaydi odamga. Juma? Bundaki bunda telefonuma evetmen bulmuşsa şu kartısını tıkıp bitmezsin ha. Hakikaten inik dep koyayım. Yaman mı bir şahsiyetçi, bir davranıcı balı ikensizler. Canının işinden karını yok. Bir yardım kılamağa alettim mi bir kere cemiyetke geçiyoruz bir zan tuttursan da. O olturuşluğunu köz kılıp kanda mı bir gelenildin şu nesli ütep öyle meşrep oynaydıgan sizler kalsınlar. Ne çıkıntım buldum şunu odan bana bizde keçide telefon vurup sözleşip atqıla. Hemimiz qarindosh bo'lgan ekan, o'zaro bir-birimizning bir ahvolini o'ylashib qo'ydi. Juma, qan gapni bizni taloq chiqqan vaqtida, andaki men bilan o'ltirishni ravus qilib, keçide to'xtamay telefon qilib o'g'itib sözleşib baqaysizlar bilan. Juma.